Assalomu alaykum hurmatli Manchester United muxlislari. Sizlar bilan endi bizda Tashkent Reds, Komol Shohrux aka Akmal. Mavsum tugadi. Arsenal chempion bo'ldi. Manchester United 3-o'rin olib, keyingi mavsumda Chempionlar Ligasiga tayyorgarchilik ko'ryapti. Bugungi efir shu o'tgan mavsum haqida. Sizlar bilan ancha bo'lib ko'rishmaganimizga sog'indik. Sizlarga hammaga kattakon rahmat. Bizlarni qo'llab-quvvatlab ko'rayotganinglarga. Transferlar haqida ham bugun gapirib o'tib ketamiz. Kutilayotgan transferlar, yangi mavsumga tayyorgarchilik va Jahon chempionatida O'zbekistonga omad tilagan holda boshladik. Komol Shohrux aka, mavsum tugadi. Manchester United menimcha o'tgan yilgi 15-o'rindagi natijasidan keyin 3-o'rin olgani menimcha yomon natija bo'lmadi. Yaxshi desak ham bo'ladi. Negaki mavsum o'rtasida bosh murabbiy o'zgarishi amalga oshdi. Favqulodda bo'ldi. Ko'proq shu Amarim rahbariyati bilan konfliktga kirib, shu unga ko'p imkoniyatlar, huquqlar berilmayotganini sabab qilib ishdan ketdi. Ishdan ketgandan keyin bir og'iz bitta intervyu bergani yo'q. Endi u menimcha shartnoma shartlari 2 yildan keyinmi, 18 oydan keyinmi, qachondir o'sha vaqt tugagandan keyin albatta Amarim gapiradi. O'shanda bilib olamiz nima bo'lganini, nima qo'yganini. Amarimga rahmat deydigan joylarimiz ham bor. Menimcha hamma qo'shilsa kerak. Birinchi o'rinda bu yaxshi transferlar. Baribir bu mavsumda kelgan Lamens Angliya Premyer Ligasini o'tgan mavsumni eng zo'r transferi deb tan olindi. Bemo, Kunya Premyer Ligani ko'ziga ko'ringan o'yinchilar edi. O'zini jamoalarini, liderlarini olib kelishdi. Undan tashqari Benjamin Sheshko, Dorgu, yosh ertangi aytmoqchi bo'lganimki, uzoq proyektga, loyihaga kelgan o'yinchilar hammasi o'zini ko'rsatdi desak menimcha bo'ladi. Bo'ladi, beva 100%. Hammasi o'zini ko'rsatdi va undan tashqari tozalash ishlari, mana Garnachoni ko'ryapmiz, Marcus Rashford, Rasmus Hojlund. Shunga Amarimga rahmat deb o'tgan mavsum qilgan ishlariga Michael Carrick ko'rsatgan natijalari, mana Carrick kelgandan keyin Angliya Premyer Ligida eng ko'p ochko yig'gan murabbiy bo'libdi. Menimcha ajoyib qaytish desak ham bo'ladi, chunki Manchester United baribir 3 o'yin bo'lsa ham bosh murabbiylik qilgan payti bo'ldi. Qaytib yaxshi natija qildi va keyingi mavsumga, umuman kelajakka qanaqadir optimizm bilan qarayapmiz. Poydevor qilmoqchi. O'shanga boya kelishdik. Kelayotganda что ko'proq Carrick haqida, Carrickga qilgan ishlar haqida va jamoani Carrick qo'l ostida ko'rsatgan natijalari haqida gaplashamiz dedik, chunki ertangi kun bu baribir Michael Carrick Amarim tarixda qoldi. Shunga Komoldan Shohrux aka, mavsum Manchester United, Michael Carrick, Bruno Fernandes Angliya Premyer Ligasini balki dunyoni eng zo'r o'yinchilaridan bittasi bo'ldi bu mavsumda va hozir Jahon chempionatida ham yondirsa kerak. Shunga nima fikrlaringiz bo'lsa? Akmal, rahmat, zo'r boshlab berding. Toshkent Reds muxlislari, Man United muxlislari, O'zbekistonda hammanglarga salom. Mavsumni Manchester United ikkinchi yarim mavsum juda ham ko'p muxlislarga o'sha Akmal hozir to'g'ri aytdi, qaytish deyapti-ku, o'sha comeback, biz постоянно comeback gapiramiz, qaytishi Fergi ham ko'p qilardi shu ishlarni. Nafaqat o'yinda, balki o'sha o'yinchilar psixologiyasida, tarixida bizning qadriyatlarimiz boshqa. Shohrux aka ham mana Shohrux akani necha yil taniyman? 20 yildan oshibdi. Shohrux aka Akmal ham xudo xolasa hali ayrim Man United muxlislari endi xafa qilish yo'q. Tug'ilmagan hamda, misolda
biz o'sha payt Unitedni ko'rib yurganmiz-da ko'chada. Shohruh aka bilan 20 yildan oshdi. Kimdir tug'ilmagan ham hali. No, mayli, Xudo xolasa ular ham muxlis, biz ham muxlis. Men aytmoqchi bo'lganim, Shohruh aka o'sha paytda ham eslardilar, shu payt narsalarni, что qaytish o'sha paytda ham gapirardilar, United qaytadi, albatta qaytadi. O'sha payt Fergie paytlari edi. Qaytib keladi, kuchli bo'lib qaytib keladi United deb doim gapirardilar, yoshlarni laqib turardilar. Qo'l tushirish yo'q, balet qilamiz, o'zimiz yaxshi ko'rgan jamoamizga qo'llab-quvvatlaymiz, albatta qaytadi, yaxshi natijalar keladi, yaxshi kunlar keladi. Ha deb yomon bo'vermaydi. Hammaning sikli bor. Futbolda bor narsa, qachondir Liverpool chempion bo'ladi, Chelsea chempion bo'ladi, City mana Arsenal gali kelibdi, 22 yil o'tibdi. Endi balki Xudo xolasa bizani ham shu kattaroq o'ringa nima deydi, yaxshi natija ko'rsatib, yaxshi pog'onani egallab, yaxshi sovrinlar olishga vaqt keldi balki. Michael Carrickga hozir gaplashamiz alohida, o'sha endi o'sha Amarimdan keyin keldi, o'zini o'yinni qo'ydimi yo'qmi deb juda ham ko'p muxlislar savol beryapti. Hali u savolga men javob bera olmayman, chunki transferlar bo'ladi albatta. O'zini shtabi bilan ko'rib chiqadi, balki yana qanaqadir o'sha sxema taktikalarda o'zgarish kiritadi. Uni o'sha agar o'sha o'rtoqlik o'yinlarda ko'ramiz, balki APL boshida o'yinlarda ko'ramiz, lekin hozirgi asosiy qurolimiz o'sha Ole Gunnar Solskjaer paytlari deb ko'plar eslayapti. Shu yengillik, Mourinho ketdi, Ole hammaga erkinlik berdi, o'yinchilar ochilib ketdi, lekin Brunoni ko'plar eslayapti. Bruno oxirgi marta eng zo'r o'ynagan paytlari Ole Gunnar Solskjaer o'ynagan paytida, hozir ham o'sha eski Brunoni eslashdi. Lekin unga qo'shilmagan bo'lardim. Balki Xudo xolasa Michael Carrick yaxshiroq versiyasini, balki erkinlikdan tashqari United tarixida legendasidan bo'lishidan tashqari qanaqadir o'sha shtabi bilan yangilik kiritadi Unitedga. Qarshi jamoalarga, Angliyaning Premier Ligasini даже eng past jamoalarga qarshi qanaqa kuchli o'yin ko'rsatishi yangilik kiritadi deb hammamiz ishonamiz. Shunga ular transferlarga ham bog'liq, albatta yangi o'yinchilar ketadi. Mana Akmal aytdi, tozalash ishlari bo'lyapti, hali ham yangi o'yinchilar keladi. Balki Xudo xolasa ko'ramiz. Jahon chempionati o'tsin va transferlardan keyin qanaqa o'yinlar, qaysi jamoa qaysi o'yinni ko'rsatishini biz ko'ramiz albatta. To'g'ri aka? Komon gaplarimga qo'shilaman. Assalomu alaykum Toshkent muxlislari. Akmal boya gapirib o'tdi, Carrick effekti. Carrick effektini men qo'shilaman gapiga, nimaga ko'plar o'sha aytayapti, o'sha Komon aytgandek, Ole Gunnar Solskjaer ham o'sha birinchi Mourinhodan keyin o'sha effekt beruvdi. 12 ta o'yin padar yutgan edi. Keyin unga biz ishondik va natijada Ole Gunnar hech bilan yutmadi. Lekin men bitta narsaga to'xtalib o'tmoqchiman. Ole Gunnar bilan Carrickga farqi, Carrick yarim himoyachi bo'lganda, juda aqlli o'yinchi bo'lgan. O'liga solishtirganda, O'li ham yaxshi, Poliyani ko'proq ko'radi. Albatta, u aqlli o'yinchi bo'lgan. O'zi gapingni bo'lib, eskilar gapi bo'lardi, o'sha futbol analitiklar gapi. Seni menga pozlashchining ko'rsatib, yarim himoyani ko'rsatgan, men sen qanaqa komandalarga yetib beraman dedi-da. Carrick bu sezonda, yangi kelayotgan mavsumda yarim himoyani juda kuchli tarzda kuchaytirmoqchi. Yarim himoyani juda kuchaytirmoqchi va o'sha biz bilamiz, o'sha spiska juda uzun. Nimagadir o'sha muxlis aytayapti, O'liga ham o'sha ishongan edik, natija nima bo'ldi. Lekin Carrickga farqi hujumchi bilan yarim himoyachining farqi katta. Nimaga desanglar, zamonaviy futbolda eng zo'r trenerlari hozir hammasi yarim himoyachi bo'lgan. Guardiola, Enrique, Arteta, Zidane, Luis Enrique mal bitta hujumchi bo'lgan ekan, lekin globalni o'ylaydi demoqchisiz. Albatta, hamma taraf bilan o'ylaydi. Juda fikr unaqa Cannavaro hozir O'zbekistonga yaxshi emas-da, himoyachi. Endi biz o'zi muxlislar har doim bizning DNKmizda nima yozilgan, biz hujumkor o'yin qilishimiz kerak. Har doim bizga texnik o'yin futbol keldi, himoya o'yin keldi, bo'lmadi. Mana hozir Carrickda biz hammasidan ko'ramiz. Himoya ham kerak bo'lsa, himoya ham bor, hujum ham bor. Yarim himoya alohida boy ko'mar aytgandek, Brunoning benefisi rekord qo'ydi Angliyada. 21 marta o'sha Henry bilan o'sha De Bruynening rekordini buzib
birinchi o'yinga chiqib oldi. Menimcha hali beri endi bilmayman kim uni rekordini uradi. Bu katta narsa. Bu Brunoni biz paytida kritika qilganmiz, lekin Brunoni bitta o'zi menimcha Premier Ligada mana shu ito'g'im sezonni eng yaxshi o'yinchi Brunoga berilsa kerak. Chunki bitta o'zi tashqi qildi desak ham bo'ladi, butun jamoani tortdi desak ham bo'ladi. Shu mavsumda, shu Karik kelgandan keyin joy o'zgardi uni. Amarinda boshqacharoq o'ynardi. Karikda bo'lishi Komol aytgandek, svobodniy o'yin qildi va natijada bizga yutuqlarni olib keldi. O'sha buni aytyapti. Men pas beraman, uradigan odam bo'lsa bo'ldi, men pas beraman deyapti-da. Uradigan odamlar mana xudo xolasa, men boya aytgandek Sheshko keldi. Bemo'ga Sheshko hali yosh, Angliyaga adaptatsiya qilish kerak, APLda o'ynash qiyin. Men bu mana misol uchun Kunyalar, mana o'sha eski APL o'yinchilari, o'sha Wolverhampton, Bradfordning o'yinchilari. Bu yaxshi, lekin hammasi 10+ gol urdi. Yaxshi strategiyaga ketyapmiz. O'sha APLdan olishimiz bu yaxshi strategiya. Bu o'sha adaptatsiyaga vaqt ketmaydi. Shu taraflariga o'sha Karikka, o'sha mana hozir o'sha Amarim o'sha o'ynagan o'yinchilari va Karik komandasi, o'sha Steve Holland oldidagi yordamchilari bu juda qattiq zo'r ishlashyapti, gap bo'lishi mumkin emas. O'sha Karikda mana ahamiyat bergan bo'lsanglar, o'sha 1dan 5 gacha, birinchi o'rindan 5-o'ringacha qilgan qarasanglar, bitta Karik anglichaning bizada. Qolgan hammasi 3 ta ispaniyец, 2 ta italyanец. Mana Liverpool Iraola bo'ldi mana, Arsenalga Arteta ispaniyец, Maresca Chelsea italyanец. Yana kim? 2 ta italyanец, 3 ta ispaniyец. Alonso, Maresca City, Alonso Chelsea, De Zerbi mana. Tottenhamga hisobga olgan bo'lsak, anglichaning bo'lib bizga bu qanaqadir o'sha doda qurib ketgan old school, o'sha britancha muhit, o'sha qanaqadir o'yinni oxirigacha o'ynash, jamoaviyani 90-minutda g'alaba qozonadi. O'sha g'alabaga yaqinroq yurish. Odamlarni duxi o'pesasiga nima, o'shani ko'tarib beradigan trener keldi deb o'ylayman-da. Juda zo'r bo'ldi. O'sha hammasi keldi. Galantlar ham keldi bizga, Iniesta keldi. Lekin Karik effekti xudo xolasa oxirigacha bo'ladi. To'g'ri, o'sha transferlarni ham gapirdingiz, Shohruh aka. Men o'ylayman shu oxirgi 4 ta transfer, bundan keyingi ham transferlar albatta o'sha transfer bo'lgan o'yinchilar o'zligi xohlayapti United. Shuni ko'p joyda yozyapti. Xohlaganini olmoqchi-da. Pul bilan emasdi. Xohlayapti, Ederson ham xohlayapti. Mayli, boshqa fursatda gaplashamiz. Sheshko ham, Bomo ham, Kunya ham, даже Dorgu ham xohlagan United. Osonlashtirdi transfer, o'sha tezroq bo'ldi, ham o'ynashi ham mazaq o'ynayapti demoqchiman-da. Juda ham to'g'ri. Berada shu gapni pulga olib kelmadik. Uni qul qilib pul olib kelmadik. O'sha Cityda shunaqa bo'lgan sistema, Cityda. Berada gapirdi shuni. Buni xohlamagan o'yinchini 2 barobar oylik olib ko'ndirgandan ko'ra, o'sha qanaqadir obrazli bitta qanday summaga imенно o'sha mayka uchun o'ynayotgan bolalarni yig'amiz dedi. Xudoga shukr, hali ham Unitedga o'ynayman degan o'yinchilar bor. Endi biz akademiya bolalari buzilgan 300 ming funt so'raydi. Kechirasanmi? Biz gapini bu necha yildan trafiy yutmayapmiz-ku. Lekin oyoqdamiz hali. 2-3 o'rindamiz. Pul ishlab qo'yish yo'q. Undaroq trafiy. Aytmoqchi bo'layotganim mana Arsenal titul yutdi, plan pul ishlab degan gaplarni yozishyapti. Biz necha yildan biz chempion bo'lmayapmiz, yoki qattiq trafikdagi chempion yutmayapmiz. Lekin o'sha 3 talikdamiz. Pul topish bo'yicha va pul ishlab topish bo'yicha mashinamiz hali ham. Savol nimaga savol shunaqa? Nega shunaqamiz? E'tibor qilishlik. Bizga o'xshab taltib ketgan yutuqlarni ko'rib, Unitedga mehri kuchli muxlislar ko'p. Muxlislarning farzandlari ham bor. O'shanga Kazimiro juda kuchli gap gapirdi qalashayotganda. United TV dedi-da. United sizlar muxlislar, siz United bor, sizlar borsizlar, United bor deb gapirdi. Haqiqatan shuni gap. Chunki butun dunyoda agar ko'rsanglar, shu Indiyada bo'lsin, Pokiston, Xitoy, Yaponiya, boshqa joyda, Afrikalarda odamlar ovqat yo'q, lekin United ko'rib o'tiribdi, to'g'rimi? Shu narsada kuchli bizda. Albatta, menimcha eng loyalniy muxlislar manimcha Manchester United. Dunyo bo'yicha, faqat O'zbekistonda emas. Shunga eng zo'r muxlislar sizlar deb ayta olamiz. Lekin Ineos o'sha sistemasi menga yoqyapti. O'sha dunyo qarashi, o'sha komandaga olib kelgan o'sha muhiti, o'sha bu ham juda ham ключевой gapda, boy gapda. Akmal, Komol shu label uchun o'ynayotgan o'yinchilar kerakda bizga, pul uchun emas. Oldinsa pul uchun olib keldi. 100 million, 100 ming tursa, 200 ming haftasiga berdi, ko'ndirish uchun.
hozir mana shu narsa Alexis Sanchezga 400 ming berganmiz. yo'q undan ko'p. Haftasiga. Undan 600 ming, 600 ming. Yo'q. Ha, 600 ming edi. Qo'rqinchli. Tekin olganmiz, tekinga 600 ming. O'sha narsa yo'q bo'lganiga xursandman. O'sha boya akman Amarimni ko'plar Amarimni xilla yomon ko'radi. Men bilaman, ko'p chatlarda ko'ramiz. Amarimga gapirishadi, o'yin qura olmadi, yutqizib yurardi, zo'rg'a idora qildi. Lekin fundamentni qurib ketdi-da u. Qurib ketdi. Qurib ketdi. Boya to'g'ri gap gapirding. Fundamentni qurib ketdi. O'sha qo'l ustiga Garnacho, Rashford, mana Malayziya o'shalarni hammasini qanaqadir bir parazitlarni tiqib yo'qotib, mana Garnacho zo'r bo'lsa, mana Chelsidan zo'r bo'lardi. O'zini o'zi qanaqasini oyoq chopdi, oyog'iga chopdi. Talant edi, lekin o'zini boshqa Rashford Barsa o'zini boshini yedi. Endi Rashford savol, nimaga United o'ynagisi kelmadi? Nega o'sha United shu o'yinni ko'rsatmadi, Barselona shu o'yinni ko'rsatyapti. Bu ham savolda. Ispaniya chempionati. Nega sen qiyin ahvolda komandaga javob yordam bermading? Biz chap flyingda muammoli joyimizda sen o'sha yerda sen Barsada o'zing ko'rsatyapsan-da, o'sha yerda o'ynab sen chempionat meriga ketyapsan. Nimaga ketyapsan? Chunki Barsada 14 ta gol urding, 14 ta uzatma qilding-da. Nega sen United shuni qilmading? Shu tarafi bordi, bo'ldi, u eski tema ketdi. Mashaqalarni Amarim ochib berdi, sochib berdi. Mana, voy, bilaring, komandada kimdirlar o'ynaydi, kimdirlar o'ynamaydi, kimdirlar pul uchun o'ynaydi, kimdirlar antiq diskotekaga kayf qo'yibdi. Ashaqa sekin oxirida lekin Aboy Akmal aytgani og'ichi yo'l berishmadi. Mayli, Karik keldi. Qo'limizga shamol keldi. Rahbariyatda baribir o'sha Berardalarni, Wilkslarni baribir nima deydi, plan B'si bo'lgan albatta. Bu o'yna olmasa sotayotgan o'yinchilarimiz kamida bir любой murabbiyni o'ynab ketishi, shu universal ligini hisobga olib olganda bu plan B bo'lgan. Padamarima emas. Da. Chunki nimaga unaqa qilgan? Chunki Ten Hagda biz yon bo'lgan edik shunaqa o'yinchilar olib. Bitta tenderga mos kelgan o'yinchilar olib yon bo'lgan edik Ten Hagda. Jozeda ham bo'lgan, Van Galda ham bo'lgan. O'sha xatoni juda yillik xatolar, 10 yillik xato. O'sha xatolarni qachondan tugatish kerak-ku. Qilish kerak emas bu xatolarni. To'g'ri yo'lda ketyapmiz lekin. To'g'ri yo'lda ketyapmiz. Xatolar bo'ladi. Baribir xatolar bo'ladi. No, umumiy olganda aytmoqchi bo'lganimizki, baribir siyosat ish berishni boshlayapti. Biz ham hali unaqa shapka zakidательский настроениеda emasmiz. Keyingi yil chempion bo'lamiz, hammani biz tashlaymiz degan emas. Lekin shuni ishonchimiz ortyapti, chunki baribir Karik, o'sha Steve Holland juda hurmatim baland shu insonga to'g'ri siyosat olib borishyapti. No, bitta yana faktor aytmoqchi edimki, bu hozir yozgi transfer bor-ku, o'rtaga o'yinchi mana Edersonni oldik, yana qaramamiz o'yinchilarni. Shu faktor ham menimcha juda katta rol o'ynasa kerak deb o'ylayman. Chunki o'sha o'yinchilarni olib kela olishi, o'sha podborini to'g'ri qila olsa, ertaga baribir hozir современный futbolda, buni boya ham o'zingizlar esladinglar, baribir sentr pole hal qilyapti-da. Parij Liga Chempionov yutishini ham sabablardan bittasi va boshqa jamoalarni baribir maydon markazi hal qilyapti-da ko'p narsa. Arsenalni ham premyer qilsa bo'ladi. O'sha aytganingdek o'sha yarim himoyada Arsenalda 2 sezon o'sha yarim himoya jarohat olmadi-da, jarohatsiz o'ynadi-da ular. Jarohat uzoqqa bordi. Jarohat yo'qdi, qizil olmadi, penalti ham olmadi. 22 ta gol va raqib darvozasini o'zidan ko'rolmaydiganlar o'sha gapirmaydi. O'zidan o'zi mayli ular tabriklaymiz. 22 ta shamol bilan tabriklaymiz. Shamol tegdi. Yelkasiga shamol. Lekin birinchi o'yinimizdan nohaq. Yelkasiga shamol tegdi. Endi Arsenal boshqa tema, uzoq tema. Isbotlari bilan isbotlab berardik, lekin biz boshqa gap gapiramiz. Michael Carrickga juda ko'p savol berishadi. Mana muxlislar, Toshkent Trades muxlislari chatda ko'rib turamiz. Mana YouTube'da nima deb kommentariyada yozishadi. Nima futbol o'ynaydi Michael Carrick? Nima futbol o'ynayapti? Shu erkinlikmi? Psixologiya tarafdanmi? Yo o'zim svoy человек раздевалка deydi bu. O'zimiz odamimiz, biz unga ishonamiz, boshqa qilamiz. Nima ana hisobiga biza yutib ketyapmiz. Juda ko'p odam savol beryapti. Men o'shanda biz Shohruh aka bilan nima qildik, prямой efirda men javob bera olmadim. To'g'risini aytdim, chunki nima qilaman aldab. Hali o'zim ham bilmayman. Bizning asosiy qurolimiz, eng kuchli qurolimiz kontrhujum. Kontrhujumda o'sha Brunoni paslarida o'sha tezkor o'yinchilarimiz Amad, Bemo, Kunye tez yugurmasa ham pozitsiya tanlashni biladi, o'sha moment чувствовать qiladi, qayerda o'sha pozitsiya offside.
eng kuchli taraflarimiz shu-da. Endi hozir underdog ekanmiz-da, underdog. yo'q. Eng kuchli tarafimizni aytdim prosta hozir. Kuchli taraflarimizni. Shu standartda ham-da sal anaqa qilib oldik, o'zimiz sal ko'tardik o'sha joylarimizni misolda va endi bu yog'ini ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan. Chunki nimagadir men o'ylayman, что Karek qanaqadir yangilik kiritadi. Karek shtabi yangi o'yinchilar hozir Akmal markaz yarim himoyasini yengillatamiz degan maqsadda Kazemiro boshqa o'yinchi-da baribir. Ming boks to boks deymizmi, toza opornik deymizmi, har xil rol bajaradi. Kazemiro Braziliyada boshqa rol bajargan, Realda boshqa, Manchester United boshqa rol. Yangi o'yinchilar keladi, ikkita o'yinchi keladi markaz yarim himoyasiga Manchester United, to'g'rimi? Hozir qanaqa o'yinimiz hali bilmayman. Mana shu to'g'risida tema to'g'risida bugun gap chiqdi. Juda ham qiziq. Karek nima qilmoqchi? Karek dominant qilmoqchi ekan. Dominant qilmoqchi. Mana o'qidim. O'zbekchasiga bilgan nima degan? Dominant. To'pni nazorat qilish, o'yinni tempini birinchi nomeri bo'lib o'ynash. Birinchi nomeri. Ana, birinchi nomeri bo'lish. Uyda ham, mehmonda ham. Xo'p. Uyda ham mehmon. Bu degani ular qaysi komandalar shunaqa bo'ladi? To'pga egalik qilish demoqchisi. Qaysi jamoa shunaqa yarim himoyasi kuchli jamoa shunaqa bo'ladi. Mehmonda ham, uyda ham bitta naqani temp gibrid bo'lishi kerak. Xavi bilan Iniesta bo'lsa, to'pni nazorat qiladi. Endi bozorda bor bunaqa o'yinchilar. Savol bo'ladiki, biz ola olamizmi yo'qmi o'sha o'yinchilarni? Lekin hozir kelayotganimizni bitta novost o'qidim. Andersenga bit qilmiz. Andersenga necha pul berganimiz noma'lum. Elliot Andersenga lekin o'zi o'yinchi Cityda o'ynashni xohlamayaptimi? Endi qaysidir jurnalist shunaqa deyapti. Bilmayman, agar rost noma'lum, lekin biz bit qilmiz, lekin bizga u rozi bo'ladimi yo'qmi bilolmaymiz. Nimaga bit qilayotgani o'sha yarim himoyani kuchaytirmoqchi, ashad kuchaytirmoqchi. Chunki biz bilgan bo'lsak, mana oldingi Newcastle bilan mana o'sha mehmonlarda qarshi hujum, nimaga qarshi hujum kapitonni berib qo'yganmiz ularga? O'sha mehmonga borsa, xaziyaga berib qo'yganmiz, mezbonga va kontra hujumda o'ynayapmiz. Lekin bu sezonni kapitonni olib qo'ymoqchimiz. Uning uchun Brunoni orqasidami, bilmayman, qatida yaxshi yarim himoyachilik bo'lishi kerak. Ular kimlar? Men o'zim shaxsan Sandro Tonalini xohlagan edim. Xohlayotgandim Sandro Tonalini. 100 million. Sandro Tonali nimaga? Chunki unda udar bor, pas bor, kapitan обращенияsi zo'r, kapitan bilan muomala qilishi. Bruno unaqa bolalar oldin mazza qiladi Bruno. Chunki o'zi ham texnikni. Yog'och bolalar bilan qiynaladi. Yog'ochlar bilan o'ynash qiyin yog'ochlar bilan. O'shanda Maynoni yangi kontraktini imzoladi-ku Mayno. O'shanda aytishyaptiki, что birinchi o'rinda shu Maynoni atrofida quriladi. Ko'p yilga bizani yarim himoyamiz. Maynonga mos Maynoni yonida to'g'ri keladigan yarim himoyachini tanlashyapti-da hozir. Juda ham to'g'ri aytding. Livramento bugun gapirdi-yu, Livramento ertalab gapirdi. Mani zbor Angliyaga ketishdi hozir. Livramentoni olibdi endi. Tuchel, lekin Tuchelni bu yilga anaqasi qanaqadir g'alati narsalar yerda Livramento aytayotgan ekanki, men deyapti, Maynoni hamma zo'r deydi, lekin men o'z ko'zim bilan ko'rdim, deyapti. Mashg'ulotlarda shunaqa kapitan bilan обращение qilyapti, muomala qilyapti, bu вообще aytdi. Fantastik. Birinchi kasaniyasi, ikkinchi kasaniyasi fantastik ekan dedi. O'sha boy aytganingdek hozir aytding-ku, Maynoga Mayno quriladi. Agar o'sha narsani Mayno o'sha trenirovka paytida qilayotgan narsani poliga olib chiqsa, bu вообще dahshat. Savol olib chiqoydimi yo'qmi, o'sha darajani olib chiqoydimi yo'qmi? Bu ham savolda. Men bitta narsa olib chiqsa gap bo'lishi mumkin. Men bitta narsaga hayron qolmadim. Men hozir Maynoni o'sha sbornida ham maqtashyapti. O'zi o'yinini ham ko'ryapmiz. Masalan, shu Liverpoolga qarshi o'yinda o'sha ideal o'ynadi, Chelsea bilan shikarni o'yin o'tkazdi. Hozirgi Tonali, Elliot Andersonlarni, Whartonlarni, Scottlarni narxlarini ko'ryapman-da. Matius Fernandes 80-120 millionda. Shu bolani Amarim davrida 40 millionga berib yubormoqchi ekanmiz-da. Bu o'zi 100 million plus turadigan bola-da, Mayno. Yoshini. Qanaqa katta xato qo'yishimiz mumkin edi deyman-da o'shanda. Gapingga qo'shilaman. O'sha 40 million noto'g'ri o'sha arzon aytib qo'yganmiz, lekin 100 millionlik o'yinni bu sezonni kutamiz. 100 millionlik o'yinni bu sezonni kutamiz. Hali uni so'ragan oyligini hali ko'rsatish kerak hali. 100 millionni hali ishonamiz ko'rsatish kerak, lekin hali ko'rsatmadi. Bu sezonni ko'rsatadi. Lekin boy gap Maynoni Karek aytgan Karek oldiroqqa surmoqchi.
o'zi chiqdi-yu, Balandroq. oldinroqga, teparoqga o'tmoqchi. Unda вообще dahshat, agar teparoqga o'ynab o'sha biz eslaymiz finalda City bilan aylantirganda, o'sha o'yin qilsa, albatta yaxshi ko'rib qolamiz uni. Biz bitta narsani unutyapmiz-da, hujum yaxshi, boshqa yarim himoya planlarimiz katta, lekin himoyani unutyapmiz-da. Juda ham to'g'ri. Chunki himoyada menimcha eng katta muammo himoyada bo'lib qolmasin, iloyim. Chunki Delikt bilan Mazroyga kundan kunga ishonchim kamayyapti. Lisandro. Travma, jarohatlar juda ko'p. Lisandro Martines afsuslar bo'lsin-da, men yaxshi ko'rgan o'yinchim. Shu 1 yil o'ynadi, ni fakt keyingi yil o'ynamaydi shunaqa. Bitta travmasi bilamiz nima bilan tugashi. Heaven bilan Euro perspektivaga zo'r o'yinchilar, lekin katta o'yinlarda ko'rdik nima bo'ldi ular bilan. Nima kim Dalot bilamiz, o'zini flankida o'ynaymiz, boshqa joyda o'ynay olmaydi. Получается, yo'q joyda endi Maguire jahon chempionatiga bormadi, uni kayfiyati qanaqa bo'ladi? Dam oladi, yaxshi. Получается, hozir bizga bir ishonchli bir postoyanно ko'p gaplashardik-ku, bir qani menga himoyani svязкасini taxlab ber, flankda kim, o'rtada kim. Postoyanно almashadi derdik-ku. Hali shunaqa muammo kelib qolmasin. Har xil slухlar chiqdi transferlar to'g'risida, keyin yozdi, что основной prioritetimiz yarim himoya bo'ladi. Keyin agar puli bo'lsa, boshqa bo'lsa, Chapga. himoya olinishi mumkin. Nima deb o'ylaysiz o'zi? Delikt to'g'risida informatsiya bor menda. Delikt o'zidan o'qigan bo'lsa kerak, Delikt o'qisamdan chiqdi. Deliktni akasi 4 yil oldin 4 yildan beri beli og'rir ekan. Bilamiz. Beli og'rir ekan. Xraninskiy beli og'rir ekan. Endi operatsiyaga yotdi stoliga, operatsiyadan chiqar ekan. O'sha Xraninskiy 4 yillik muammosini hal qilar ekan. O'shaning uchun Delikt sentyabr oyida safga qaytadi. Shohroka bitta narsani sizga eslab o'taman. Aytayotdiki, polniy qutiladi. Imanevich bilan Rio Ferdinand 2009-yil eng zo'r himoyasi dunyoda 2009 ikkalasida ukolda o'ynagan. Ikkalasi ham ukolda o'ynagan. Kechtasam qana Rio Ferdinand Arsenalni yo'q-ku. Futbolistlar yo boshqa City futbolist xayoli miyasiga keltirmaydigan narsa-da, faraz qila olmaydigan narsa. Ikkalasi ukolda o'ynagan bir sezon, почти bir sezon. Juvonman. Просто-da. O'sha Delikt savol. Akmal esingda bo'lsa, biz Delikt yonini olganmiz. Qasd ko'rsatuvda nimaga juda ham ko'p Delikt kritika qilishardi. Delikt soyida qancha gol olib keldi, qancha gol urdi, yaxshi o'yinchi bu. Travma olishdan oldin yaxshi turlarni olib kelgan edi Delikt ekan. Yaxshi o'yin. Biz yomon deyotganimiz yo'q. O'sha muammoni o'ylayotgan narsa men tushundim. Bugun mavsum haqida как раз gaplashyapmiz-ku. Men ikkita qo'limni ko'taraman. Delikt jarohat olgungacha eng zo'r o'yinchimiz edi. Nomer 1. Mana shu 5 yo'q. Bizani Karik paytida yo Amarin paytida eng zo'r o'yinchimiz edi. Juda ham. Menga juda ham yoqadi. Esli himoyaga ona qiladigan bo'lsak, gapiradigan bo'lsak, mana to, что o'rtani kuchaytirishimiz kerak, lekin himoyani ham kuchaytirishimiz kerak, o'yinchi olishimiz kerak deb aytding-ku. Kerak. Orzuyim. Andersonlardan ham boshqa ham men Luis Hallni juda ham Yana 5 marta, yana bir marta 5 ol. Luis Hall shu o'yinchi bomba. United legendasiga aylanadi. Akmal. Sezonman. Luis Hall yo prinsip boshqa himoya olish uchun kimdandir qutulishing kerak. Qutulyapmiz mana, Malaysiyadan ketkizmoqmiz. Yo'q, markaz yarim himoya. Markaz himoyachilardan biri. Mana bunaqa narsa juda zo'r qalb temading. Yo to'g'ri ochding. Zo'r gapiryapsiz. Qalb temada bu seryozni tema. Chunki esimizdan chiqarib golli eslaymiz, himoya. Lekin biz Liga Chempionatda o'ynaymiz bu yil. U ham birodarlar. Yana kuboklar bor. Ha, o'shanda okalarning gapiga bitta qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Bizani sevimli Sir Alex Ferguson aytganlar. O'yinlarni нападение yutadi. Hujum. Titullarni, kuboklarni himoya yutadi-da. O'shanga Komolab eng joydan tushadi. Juda ham zo'r. Juda ham zo'r. Mana o'sha Heavenni mana bu yil o'zi Euro bilan boya Heaven eslading-ku sen. Euro bilan Heaven. Ular Euroda men hali progress turibdi joyida. Progress ko'rmayapman. Balkim Zboni Fransiyada yoshli 21 yoshlilar ichida Zboni Fransiyaga olingan Euro, lekin Heaven'da progress bor. Heaven Anglichaning o'sha Angliya havosini olgan Heaven'da progress bor. Euro gol ham urdi shekilli. Ikkalovini svязка qilyapti, o'ynatyapti. Bular hali o'sha kimdirdan ular o'pib olish kerak-ku, kimdandir ular Arsenal muxlislar xabar olish kerak-da hali ham brilliant berib yubordik. Ha, 9,000 funtga.
kirib kelish. Hali gol ursa eslatamaydi Arsenalga. Aytmoqchi bo'layotganim juda ham to'g'ri to'g'risida qaltis deyman. Maguire bilan Diriq bizga tuzalish kerak-da, tezroq. O'sha Heavenni o'sha Yoro bilan Heaven o'sha opitni himoyachidan o'rin olish kerak, dars olish kerak. Bu kim? Tajribali. Maguire tajribali. Maguire bilan Diriqda to'g'ri, Diriq. Maguire nimaga olmadi sbornik? Menga bitta savol. 2 minut uzr. Endi kechirasan. Hozir agar temaga o'tib ketsa, 2 minut. Palmerni ham olmadi, Fodenni ham olmadi. Yo, imенно Maguire ular mayli. tanladi. Bir Stones besh sezon o'ynamagan bola. O'ynamagan, umuman futbol o'ynamagan bola. U o'zicha City svязкасы qilib Gehi Stones o'ynatmoqchi bo'ldi, Tuchel. Stones o'rnida butun mavsum bizani sevimli dushmanimizning o'yinchisi Abduqodir Husanov mavsumni o'tkazdi. Bermadi. Stones umuman o'ynagani yo'q. Shans bermadi. Nimaga Maguire olib ketmadi? 2 minut prosto. 1 minut mayli. Yo'q, u narsani biz javob ola olmadik, chunki Tuchelning miyasida nima qanaqa tarakani bor biz bilmaymiz. Chunki mana nimaga unaqa qilganimni aytaymi, men tushunmayotganimni. Standart vaziyatlarda Mana qara, Конечно, yo savol yutqizayotgandi. Nimaga men javob topa olmaganim bitta otvyeti Foden-da, mana Foden bilan Eze. Eze bilan Fodenni solishtirganda Eze 16 marta Galivoy unaqa qilgan, vaziyat qilgan, golli vaziyat qilgan. Foden 57 marta golli vaziyat qilgan. Foden olib ketmayapti, Ezeni olib ketyapti. O'zining jamoasida. O'zining jamoasida. Ha, o'sha Cityda bu aslida Eze chempion. goli bir xil. Yo'q, goli bir xil keladi, goli bir xil gol urgan. bo'ldi. Yo'q, kreativ, qayerda qo'yapti bu kreativ. Mana masalan, o'yla mana. O'zini Palmerni olmadi-yu. Foden 57 marta golli vaziyat qilyapti, Eze 16 marta qilyapti. Bu yerda qanaqa bu solishtirish mumkin? Gol bir xil urgan. Ikkovi ham atakushi yarim himoyachi. Nimani hisobiga? Xuddi shu savolga javob olmagandan keyin Maguire ham javob ola olmayman. Nimaga Maguire olmagan? Endi Kallada eng zo'rlardan bittasi. O'sha Top ertaga yonayotganda shunaqa kerak bo'lardi. balki himoyada o'sha top nazorati bo'yicha pressing bosimida o'ynashdi, balki boshqa qanaqadir nimalarni ko'rmagan. No, hujumda standartda Angliyani eng kuchli bor, Toniga. eng kuchli qurollardan biri Angliyani. Angliya termasi jamoasini eng kuchli qurollaridan biri standart bo'ladi. Bilamiz. Maguire eng kuchli qurollardan bo'lardi. Qachon ikkinchidan bir tushirib yuborish kerak. 10 minut qolganda qo'yib yuborib, hujumchi bo'lib o'ynab beradi Manchester United. O'sha Maguire nimaga olmadi degan savolga, Ivan Toni nimaga oldi degan savolga javob beraman. Ivan Toni nimaga oldi? Saudiyada o'ynab yurgan bolani Angliya terma jamoasiga olib ketyapti. Bo'ybalanlik uchun? Mana shunday tushunmadim bo'lgan. Mayli. Rashford, Rashford понятно. Unitedga qaytamiz. Lirik chekinish. O'sha Luis Xollni, akmal yaxshi esan, Luis Xollni Endi biz sborna Angliyaning fanatlarimizda, to'g'ri. Ha, sborna Angliya. Chelsea akademiyasidan chiqqan-ku, u Chelsea berib olgan, Newcastle hozir ochildi, o'zini haqiqatda boshida biz ko'rardik, bu xom, bu hali pishmagan, lekin Newcastle pishdi, o'ynadi. Hozir Newcastle aytibdi, 50 millionga menimcha berib kerak deyapti. 21 yosh. Yoshlarni yig'yapsiz. 21 yosh. Aytgandek, o'sha bizda har doim flangda unda Denis Irvin ham, misol uchun irlandiyaz Denis Irvin, o'sha britaniyalik Gary Neville, Phil Neville, britaniyalik Irvin, onda Gary Neville, flangda adashtirdim. Britancha unaqa bo'lish kerak, flangda bo'lish kerak. Duh. Xo'lni men o'sha xohlamayman, o'sha britancha usulda. Kerak emas, ispano, latino, matino flangda. Kerak emas, gollandlar, manatlar. O'sha britaniyalik esa duh oxirigacha o'ynash. O'sha aniq aytadi-yu, Sir Alex aytadi-yu, o'yinimiz hech qanaqa o'yinimiz yo'q. Bir o'ynayapmiz, Stamford Endga qarab, Stamford End tribunasiga qarab himoya hujum qilyapmiz. Hech qanaqa o'yin, lekin bilmagadir o'zidan o'zi kopda kirib ketardi oxirida. Gapingizga qo'shilaman. O'sha narsani ko'rishimiz kerak. Outsider jamoalar bor Angliyada. Britan o'yinchilar juda ham ko'p-da, Britaniyalar. Asosan himoyada bo'ybaland, govdali bolalar ustiga naval bo'layotganda turib beradi, nima bo'lsa. O'sha narsa kerak bizga. Yo'q narsa o'sha. Chunki ko'p standartdan ko'p gol o'tkazamiz-da. O'shanga Xollni, ya'ni bitta haqiqatsasi o'sha Shovni yoshligimiz esida. Shovni bilardik-ku, kirib turardi aldab. Xollda ham shunaqa narsalari bor ekan. Aldab ikkita odamni buni oldi ekan. Beraman oldi ekan. Ha, Xoll flangda deyapti. Ha, chapda o'sha Shovni savolim borda, bugun bermoqchi edim, sal kech qoldim. Maguire haqida gapirib o'tdik, o'zi bormay qolmagan. Maguire'ga yana kontrakt berdik, 1+1. O'shanga sizlar qo'llab-quvvatlaysizlar, bu qarorni 100% qo'llab-quvvatlayman. 100%. Opit kerak. Chopmaydi, lekin kallada zo'r. Bizning xolodilnik zo'r, kerak. O'sha Komil aytgandek,
oxirgi 90-minutda mana Lion Leonni esaylik nima qilib ketdi Lion. Liverpoolga nima qildi? Iloyim, unaqa narsalarga yetib bormaylik. Shu o'yinimiz bombi, oxirida Maguire tashlab, nima qilishni bilmay, anu kalla himoyachi sifatida demoqchi. Ha, iloyim Yo'q, endi bo'lmasa. bu narsa to'qnash kelamiz baribir. Chunki Liga Chempionlikda parallel Angliya bilan o'ynash bizda oldingi esingizda bo'lsa, biz Liverpoolda o'ynamadik. Karikda hozir ikkita front ochiladi. O'yinchi juda ham ko'p o'yinchilar yig'ish Kerak bo'ladi. kerak bo'ladi o'yinchi. Akademiyada bolalar. Hozir mana akademiyadan o'yinchilarni tortadi, birinchi asosiy tarkibga deyilyapti. Shu siyosatga nima deysizlar? Bu bizning gruppada ham anaqada Telegram kanalida ham Tashkent Press shu savolni bergandim. Qanchalik bu siyosat to'g'ri? Juda ham bu bizning felga paytdan bo'lgan. Bizda ham o'sha yulduzlar bilan o'zimizni o'sha maktabimizdek bolalardan balans qilardik. O'sha felga paytda boshlangan. Amarim ham qisman tortdi, kimdir shu Mourinho tortgan, Ten Hag tortdi, Mourinho tortdi. Ten Hag ko'p tortdi. O'sha Garnacho bilan Mourinho tortdi, Ten Hag, Mourinho McTominaylarni tortdi. Mana Amarim tortyapti, mana Shea Lacey mana, Shea Laceyga Lacey ham o'sha endi hujumkor yarim himoyachidan bittasi tanlab, uni ham tiqadi deyapti, o'sha mashinagaga. Sostav Fletcherlar bor. Fletcherlar, Okoko Fletcherlarning bittasini Shotlandiyaga olib ketibdi. Mana chempionat mana ko'rsat o'zingni, zo'r bo'lsang ko'rsat. Bu senga opit, mana senga opit. Jahon chempionatida ko'rsat o'zingni, bo'ldi. Yo, keyin boshlanib ketaveradi. JJ Gabriel atrofidagi mana media juda kuchayib ketyapti. Da, yana bitta qo'shimcha bizlarga Yamal. Altin Bayander ketyapti-yu. Bayandерning o'rniga Jonston degan bizlarning Sam Johnson degan o'zimiz akademiyadan chiqqan bolani qaytarish. Zo'r mana, o'sha bola ko'rgan, Felgini ko'rgan, o'sha muhitni ko'rgan mana. 34 yosh ekan. Zo'r. 34 yosh Vartar uchun yosh emas-da. To'g'ri. Van der Sar 40 yoshda kelgan bizga Fulhamdan misolda. Zo'r turaveradi. Yarim himoya o'sha himoya turib bersa bo'ldi. Vartar ham turib beraveradi. Endi Lamens bir bermaydi, lekin bizga ma'lum anaqa kerak. Hittin nima? Yana kontrakt cho'zdik, Hittinga 1 yil berdik, kontrakt Hittinga berdik. Johnson kelsa men darvozabonlik keladigan bo'lsa, Radek Vitekka sotmoqchimiz degan gaplar chiqyapti. U ham xuddi Hendersonni eslatyapti-da. Ikkinchi bo'lishgisi kelmayapti, lekin Vitek adashmasam mavsumning eng zo'r o'yinchisi bo'ldi. Bristol City'da zo'r turdi. O'shanga qanchalik Radek Vitekka sotish to'g'ri deb bilasizlar? Endi 1.25 ga tortsa kerak. Zo'r bo'lardi, zo'r bo'lardi shunaqa sotsa. Radek Vitek o'sha Aslovani xolayotgani bu normal holat. Uni hozir buni majburan o'tkazib qo'ysak, menimcha u ham yoshda. Menimcha Vitek Chexiyaning o'yinchisi bo'lsa kerak. Chexiya edi menimcha. Yo Chexiya yo Slovakiya ikkilodan bittasi edi. Bunga asosiy tarkibda o'ynashi menimcha foydasi ko'proq. Mana Jonstonlar, mana Hitler yosh katta-da, bular Lister ham Darlo degan olib kelishmoq. Ular hammasi yosh o'tgan qariyalar. O'sha ikkinchi, uchinchi vatanga svobodni agentda ular. Ikkinchi, uchinchi vatanga yaxshi vatanga. Lekin Vitek yoshda, u Lamens bunaqa kurashdan kelgan, u bilmayman u. Ananani esdan chiqarib qo'ydinglar. Ananani yana 1 yilga arendaga bersa kerak. Pressonga qaytib ketar ekan, lekin menimcha uni boshqa makon sotorgan kerak boshqa. Sotorgan emas. Yo sotishga sotmoqchi. Turkiyaga davomini emas bo'lmasa. Sotmoqchimiz. Joshua Zirkzeni ham ketishi mumkin ekan. Yaxshi mavzu. Joshua Zirkzeni sotishi. Agar Joshua Zirkzeni sotsak, biz yana hujumchi olar ekanmiz. Men Telegram kanalda ham ko'p yozdim. Meni variantim hujumga Daniel Welbeck. Daniel Welbeck ko'raman. Daniel Welbeck qaytarish. Shuncha gol urdi. U yosh katta, to'polon qilmaydi. Sheshkodan men sendan zo'rman, to'polon bir menga asosini berilaring demaydi. Tushib keladi, shaqlab turadi. Ana aytding-ku boya o'rta miyoni jamoaliga qo'yarish kerak Welbeckga, banglatib turadi. Sheshko kimdan o'rganadi buni? Welbeckdan o'rganadi. Welbeckga yuzi o'zgarmaganiga tashqi qiyofasi o'zgarmaganiga hali ham bir yosh bola deb o'ylayman. Jonliga aytdi-yu, men hali ham kuzataman deyapti. Qizil mayka uyimda taxlanib turibdi, qizil mayka. Qayerga balet qiladi? Shkafimda bor turibdi. Men gol uradi unda bizga. Professional. O'shanga menimcha bir haftasiga bir 50 ming funtga ham chopib keladi mana shunday. Qariyaligida o'sha navaralarga yozadi, navaralarga
Men kargi paytda chempion bo'lgan edim. Xudo Bruk xolasa Vaski, yozib ketadi. Bruk Vaski. Bruk Vaski. Mana shu men bo'lgan edim sostavda. Men Bruno Fernandes bilan birga o'ynagan edim. Arsenalga 802 da qatnashgan, 802 da qatnashgan. Oo, Arsenal. Xullas. Arsenalda ham o'ynagan-ku. Aslida o'tib ketmaslik bo'lmaydi. To'g'ri deyman, men fakt Chempion bo'ldi mayli. Xullas, Mavsum jahon chempionati endi bizga transfer oynasiga azmi xalaqit qilsa kerak. Не только transfer oynasi, umuman Pretsonkaga. Pretsonkaga o'rtoqlik. Edersonni gapirmaymiz. O'zi APL o'zi sursa bo'lardi bir haftaga borib. Qatga. Boshlanishini hisob jahon chempionati Suryapti-ku, surildi, chempionat hisobiga surildi. surildimi? Surilsin. 7 avgustda bo'lish kerak edi. Hozir Community Shield yo 18 ga yo 20 ga surildi. surilsin. Nima kerak? Chunki Boshqa Germaniya, Italiya bilan birga boshlaymiz. To'g'ri, birinchi tur 20. Va tiqib oladi 22da. Boxing day. Hozir men bir narsa o'qidim, gap bilan bo'ldim. Milan bilan Manchester United Milan bilan avgustda o'ynayotganda. Nega? 15 avgustda. 14midi? 15 avgustda o'ynayotgan o'rtoqlik uchrashuvi. Tak. O'shanga Polshaga imkoniyatlar bor ekan. Chiqish kerak, men bitta narsani aytib qo'yaman. O'sha predzonkada ko'p o'yinchilar bo'lmaydi bizda. Aslida yosh bolalar bo'ladi. Chunki chempionat ligiga borganlar hamma dam oladi. Dam oladi. Ana shu Bruno Fernandes, Chempionat boshlanishiga bir hafta qolgandagi o'yinda o'tda уже hamma kelib bo'lgan. kelib bo'lgan bo'ladi. Unda menimcha borishi, masalan beradi. Polshaga shans bor ekan borishga. Xudo xolasa. O'sha Ederson gapirmaymizmi endi Edersonni? Edersonni aka boya yaxshi esladik kuzatuv boshida o'sha o'yinchilarning qimmatligi narxlarini eslading-ku. 100-120 biz Edersonni nechga oldik? 35 mingga oldikmi, 45 mingga oldikmi? Ularning fonida biz qanaqa nima deb o'ylaysan? O'shalar Menimcha shikalat narxga oldik Edersonni. Ederson menimcha yomon transfer bo'lmadi, chunki o'zini ishini qilib beradi, qora ish qiladi. Unaqa ko'zga ko'rinmasligi mumkin, lekin menimcha tozalash ishlari bo'yicha Mainning oldida o'zini ishini bajarib bersa kerak deb o'ylayman. Bitta xavotirlisi men uchun birinchisi Italiyadan kelayotgani, ikkinchisi braziliyasligi. Chunki Italiyadan kelgan o'yinchilar hech qachon zo'r o'ynamagan. Braziliyatslar ham bizda porlagan. Shunaqa deysan, hozir muxlislarga lekin более-менее, но hali ham Kunye menimcha anaqasiga yo'q. Matosh Kunye bor bizning o'yinchimiz. yo'q, bu Braziliyadan Braziliyadan. Italiyadan hozir senga muxlislar yozishi mumkin-da. Dorgo bilan Amat endi yosh bo'lib keldi-da. Yo'q. Hali ular состоявшийся, сформировавшийся tayyor bo'lib o'yinchi kelmadi-da. Bizda katta bo'lyapti. Bizani muhitga moslashyapti-da. Yaxshi, ularni hisobga olmaymiz. Ular ham o'zini zo'r ko'rsatdi, men deya olmayman. Yomon emas. Yomon emas. Ikkovi Va Italiyadan kelyapti-da. Italiyadan kelgan asosiy tarkib o'yinchilari emas deb ayta olamizmi? Amat bilan 100%. Amat kelib arendada yurdi. Dorgu ham o'zi zaminada o'tirgani keluvdi. O'sha gapingga javob. Lekin joyi bor. Qatshov. Kazimiro ketishdan oldin Edersonni olinglar deb ketgan ekan. Ederson zo'r variant deb ketgan ekan. No, Edersonni hozir ko'p muxlislar baribir o'sha olishidan oldin baribir YouTube'da ko'rgan, to'g'rimi? YouTube'da bilamiz, United qanaqadir o'yinchini nima qilsa, sluh chiqsa, sразу anu videolari chiqadi, boshqa hamma ko'rdi. Endi ko'p videoda juda hozir Akmal aytdi, tozalash ishlari, box to box, ya'ni nafaqat himoya bilan birga o'sha koptonni nazorat qilib, hujumga koptonni yetkazish, balki koptonni oldinga surish, olib yurish o'zi bilan va hujumda qatnashish juda ko'p videolari bor ekan va muxlislar hozir savol berishi mumkin. Hujumda ham ko'p qatnashar ekan deb bu bola. Juda ham ko'p videosi bor ekan. Menga ham savol berishdi. Komil aka, nima biz o'zi tayanch yarim himoyachi olmizmi yo box to box olamizmi yo hujumda qatnashishing, chunki videosi ahamiyat beringlar, juda ham ko'p. Balki Atalanta, balki o'tda исполнитель juda ham ko'p emasdir. Brunolar yo'q-ku. Kimdir hujumni tashkil etgan. Balki Italiya chempionatidan balki bu перерод o'sib ketgan, balki уже shunchalik klassi zo'r, что yarim himoyada yurib turib ham hujumda qatnashyapti demoqchiman-da. Choraki nima deb o'ylaysiz? Buni Roy Keane maqtadi. Roy Keane o'zi ko'p, juda ham ko'p odamlar maqtavermaydi. Hammani Roy Keane maqtadi, tushadi deyapti. Bu ishonmayman deyapti. Keyin Gasperini box to box. Gasperini bolasi, Gasperini ham aytayapti, zo'r deyapti.
United juda kuchli o'yinchini oldi. Pressing mashinani oldi. Pressing mashinani. Gasperinining bolasi-ku. Keyin Loftus-Cheek, Milanning Loftus-Cheek gapirdi. Bivshiy Chelseaning o'yinchisi, sobiq Chelseaning o'yinchisi. Kichkinaligiga ahamiyat bermay, juda ham kuchli deyapti. Juda kuch ko'p deyapti. Endi agar braziliyliklarni biz o'rtada agar eslasak, braziliyliklarni o'sha esida bo'lsa, Arsenalda Gilberto Silva bo'lardi. Gilberto Silva Cleverson bo'lardi. Yo'q, Cleverson Fernandinho. City'dagi. Juda ham zo'r esladi. City'da Fernandinho. U Cleverson o'ninchini olmaydi. U kimdir to'g'rilamagan hujumchi-da, u hujumga ketib qolardi, u hujumga. Lekin o'sha Gilberto Silva bilan Fernandinho o'sha haqiqiy tayanchli ikkalovi o'ynaganda, qanaqa faqat sistemada o'ynagan, sistemada. Agar o'sha boya aytganimiz Karik o'sha biz aytayotgan Damirit qilib o'ynasa, yo'lga qo'ysa o'sha taktikani, Ederson ham bemalol o'sha sudi balodi his qiladi o'zini. Lekin sostavda zapasga oldi degan gap ham yuribdi. Bu o'yinchi asosiy o'yinchi emas. Asosiy tarkib o'yinchisi emas. Hozir unaqa bo'lgan bo'lsa, asosiy tarkibga olgan o'yinchi bundan 2 barobar zo'r bo'lishi kerak edi. Kim ular? Savol. Kimni o'zi fikirlar? Qanaqa? Ugarte ketadi. Ugarte ketardi. O'zi ketaman debdi. Ugarte nimaga hozir sotuvga qo'ymayapmiz, Chinatmidan kutyapmiz. Urugvayda ko'rsatsa, narx qo'shiladi. Bo'lmasa hozir arzon. To'pota. Nima kimni ko'ryapsizlar? Kimlar tomon mana yarim himoya, juda ko'p gaplashamiz yarim himoya. Telegramda gaplashamiz, telefon gaplashamiz. O'zdan fikrlar bor. Kimni ko'ryapsizlar? Kim bizni kuchlilaytiradi? Bizning spiskamiz uzun. Mateus Fernandes, Anderson, Tonali, Baleba. Mateus Fernandes xarakteristikasini o'zi gapirib berishi o'zi menimcha alohida ko'rsatuvdi. Chunki hali yosh, polani ko'radi, uzun diagonal paslari bor, baquvvat yigit, Angliyada o'ynadi. Angliyada o'ynayotgan o'yinchilarni olishimiz kerak deb aytasizlar, to'g'rimi? To'g'ri, juda ham to'g'ri. Все вроде yomon emas hammasi. Tем более Unitedda xohlayapti. Yana bitta plyus, to'g'rimi? Bruno bilan o'ynagisi kelyapti. Bruno uni anaqasi ideal. Oyligi faqat nima qilyapti bizani, to'g'rimi? Oyligi nima? Narxi, transfer narxi bizani nima? Oyliga tushibdi. Championship tushib ketgandan keyin o'z oyligi 70 ming ekan. Narxi 50% hozir 35 ming ekan oyligi. Bilmayman. Mateus Fernandesga xos xabar chiqdi. Kelayotganini ko'rib keldim. Jose Mourinho, Felix Diaz AS muxbiri Madridda chiqargan gazeta muxbiri gapiryapti. Felix Diaz Mourinho nima qilib bo'lsa ham menga Mateus Fernandesni olib berlaring deyotgan ekan. Kelsa tamomda. Tamom. Nimaga aytganda o'tdi agenti aniku. Jorge Mendes. Jorge ispaniyasi bo'ladi. Jorge. Portugaliyasi Jorge Mendes Perez bilan yarashmayapti. Perez bilan urushib yurdi, yarashmayapti. Mourinhoni o'zi u Mourinho-ku uni klienti. Endi hozir savol tug'iladiki, Madridda biz xohlayotgan Arlen Chouameni bor o'tida qatga uni Chouamenining ustiga Valverde sotmoqchi ekan. Chouamenining ustiga qanaqa bu Mariano Fernandes tushadi? Chouameni ketsa, agar o'shanga menimcha kutib turibmiz biz menimcha o'shani. Bor o'sha narsani. Agar uni olsak, уже yarim ish bitti degan. Kim bo'lsak? O'sha Mateus Fernandes уже sal yengillashadi anaqamiz. Ederson, Mateus Fernandes ancha yengillashadi. Kuchayadi. O'shanga agar menga Chouameni ham endi bilmayman, Chouamenini ikkinchi dixanasini ochsa bo'ladimi, bo'lmaydimi, lekin biz bilamiz Mourinho qora tanli o'yinchini yaxshi ko'radi. Kamavingacha. Kamavingani hayron. Kamavingani Mourinho Tekinga bo'lsa zo'r bo'ladi. Mourinho Kamavingani sotuvga qo'yadi degan gaplar yuribdi. Kamavingani bitta katta minusi anaqa. Ko'p travma oladi. Jarohatga moyil. Moyil. O'shanga Kamavinga varianticha Realda. Akmal yaxshi gapirdi. Agar Kamavinga tekinga bo'lsa men qo'lim ko'tarib, tekinga. U narx 50 million deyotgan ekanda. Undan ko'ra shu asli qo'shib Alex Scott'dan yozishyapti Bournemouthdan. Endi yaxshi deysizmi turibdi. Alex Scott endi yosh ekan, bizada o'ynagan ayollar jamoasi o'ynagan Letisiyaning qizi bor-da. O'shaning bilan endi ona boshqa bitta ekanda. O'shanaqa ekan, aka-uka ekan, opa-singil ekan o'sha. Opa-singildim men. Aka singil. Opa-uka ekan. O'shanga bizga oson bo'ladi degan gapni yozishyapti, lekin Scott qanchalik bizani kuchi, talant bola. Lekin 1-2 yildan keyin topga chiqsa kerak, lekin hozir yosh hali. O'sha Alex Scott bilan Scott o'ynaydi. Alex Scott ham yosh. 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 Alex Scott ham yosh.
O'shanga qancha bizdan Unga kuchaytirdi. ham 70 million so'rayapti. So'rayapti. O'rganib oldi. Mana Gordonni Newcastle sotdi 80 millionga. Hammasi o'zgardi. Dabdalasini chiqardi. Gordon 80 million. Kim u Gordon? Kim u Gordon? Liga chempionatida 6 gol urgan ekan. 5 tasi penaltidan tepgan ekan. 5 ta penalti urgan ekan. Rashfordga 23 million funt bera olmay, Gordonga 80 million funt sanadi, bular bor. Katta temani ochib qo'yasiz hozir. Qanaqasiga bu, qanaqasiga to'g'ri keldi bu tushunmayman. O'sha Yoshroqmish. nega Tuchel Maguire olmadi degan gapdagi gap bo'lyapti-da. Qo'yni quroling bor, arzon. U hali o'zini ko'rsatgan chempionatda isbotlagansiz bo'lgan. Gordon nimani isbotladi? Hech biron isbotlamadi. Mayli o'zini temasi, o'zini muammosi o'sha bizga o'sha sani tanloving Mateusz Fernandesh qolib olsin, to'g'rimi? Agar o'sha o'rtaga Unitedga Men Anderson ham xohlayapman, lekin Anderson misol uchun Cityni xohlayapti balki, puli ham qimmat ikkalovini. Bilmayman. Sanchesa, manligi boy tanalini gapirib qo'ydim. Chunki biz Bruno Nimadir bilasiz, o'zingiz Bilasanmi istoshingiz bor. Twitterda. Mani istoshinlarim aytadiki, Bruno zo'r, kuchli. Sali. Forma, Sali Tax. Nima deyapti Sali? Formada Bruno, forma. Lekin Brunoni o'rnini bajaradigan o'yinchi bormi bizda? Men bitta narsa hozir o'ylab qoldim-da. Tanalini sotmasdan Bruno Gimarayesh sekin bizanikilar gaplashishmayotganmi? Gimarayesh yoshi 19 yosh, sentyabrda 30 ga to'ladi. Narxi 60 million funt ekan. 60 million. 30 yoshga to'ladi sentyabrda. Undan ko'ra qo'shib Bizga sistemamizga Inyosga to'g'ri kelmaydi. Yaxshi yomon emas. Inyosga to'g'ri kelmaydi. O'shanga bizda hech kim yosh ham kerak emas. Yosh bir bola bosh ham kerak emas. Mateusz Fernandesh yosh, 21 yosh. Lekin 21 yosh. lekin to'g'ri, lekin Alex Scottga solishtirganda uni KPDsi va Zrelero. o'yin ko'p pishganroq. pishgan ekan, o'yin ko'p o'ynagan ekan. Menga yoqadi. Keyin mani ko'mim Bruno Fernandes deb etib bo'ldi. Edward. Qanaqasiga Realga ketishi mumkin? Shunga men jahlim chiqyapti. Balki Bruno ko'ndirib kelar. Qayerga ko'ndirib keldi? Simoniga bo'lmagan-ku. Bari gaplashadi-ku, keladi-ku, Telefonda balet qiladi, shogird-ku, yuradi, yonida yuradi, ko'ndiradi. Ana Kuti Romero gap chiqdi-yu, o'shandan keyin Alexander rasm turibdi, bundoq bo'ldi, bo'ldi, gaplashyapti. Agent bo'ldi. Bo'lmagan gap deyishyapti-ku. Lekin zo'r edi, zo'r. O'sha soqolli yuraveradigan, o'sha uzoladigan, skalp uzoladigan. Eski United. Lamat qiladi, O'sha ruh qo'li bo'lardi, lamat qilib tashlagan. Zapsdan. Romero shunaqa zashti ketdi. Kerak bizga bu zashti. Yo'q, joydan qizil bo'ladi. Bu